Salom qizlarjonlar, bugun sizlar bilan tez va oson tayyor bo'ladigan shiprot salatini tayyorlaymiz. Buning uchun bizga kerakli masalliqlarning hammasi video davomida ko'rsatib borilgan. Hamma masalliqlarni tyorkadan chiqaramiz, faqat baliqni mayda shaklda to'g'rab olamiz qizlar. Hamma masalliqni solib, ustiga mayonez, tuz solib degandan keyin aralashtiramiz, faqat qizilchadan tashqari. Aralashtirib bo'lganimizdan keyin bizga shunaqa paket kerak bo'ladi. Paketning ustiga qizilchamizni solamiz qizlar. Bu salatimizni tez va oson siri shunda. To'rtburchak shaklga kelgandan keyin ustidan mayonez aralashtirilgan salatni solamiz va paket yordamida rulet shaklida keltirib olamiz. Qizlar oldinlari hamma tarelkaga shiprot salatini qilish uchun tarelka olib, ketma-ketlikda taxlab, orasiga mayonez surib, unga shakl berardi, qancha vaqtlarni olardi. Agar shu tarzda qilib ko'rsanglar, ham chiroyli, ham vaqtni tejaydi qizlar. Mana qaranglar, qanaqa chiroyli chiqdi. Men ikki chetini kesib oldim, chunki mana tarelkamga sig'maydi. Va ehtiyotkorlik bilan tarelkamizga joylashtirib olamiz. Va shunaqa qoliplar bo'lsa, qoliplar yo'q bo'lsa, menga o'xshab paket yordamida bezak berib olamiz. Ichiga mayonez solib, qaranglar qanaqa chiroyli chiqyapti. Sizlar har xil bezak qilishinglar mumkin, o'zingizlarning xohishingizga qarab. Ikki chetidan olib qo'yilgan salatimizni ham esdan chiqarganim yo'q. Ikkita o'g'lim bor, ikkita o'g'limga beraman. Uni ham chiroyli qilib bezatib qo'ydim. Qaranglar, qanaqa chiroyli chiqqan. Sizlarga yoqimli ishtaha. Bir tayyorlab ko'ringlar.